SF280S gofra liniyasi bu gofra karton ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan zamonaviy texnologik liniya bo'lib, yuqori samaradorlik, aniqlik va barqaror ishlashni ta'minlaydi. Liniya harakatlanuvchi va gofrlovchi qatlamlarni birlashtirib, ikki qatlamli gofra karton hosil qiladi. Asosiy ishchi qismi gofrlovchi valiklar bo'lib, ular 48 fermon legerlangan po'latdan ishlab chiqilgan va yuqori haroratda mustahkamlikni saqlaydi. Liniya harakatlanuvchi va gofrlovchi qatlamlarni birlashtirib, ikki qatlamli gofra karton hosil qiladi. Asosiy ishchi qismi gofrlovchi valiklar bo'lib, ular 48 fermon legerlangan po'latdan ishlab chiqilgan va yuqori haroratda mustahkamlikni saqlaydi. Liniya 260 gradusgacha haroratda ishlaydi. Bu yelimning mukammal yopishishini va qatlamlarning silliq birlashishini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish tezligi daqiqasiga 100 metr, bu esa katta hajmdagi ishlab chiqarish uchun optimal samaradorlik beradi. Yelim berish tizimi pnevmatik boshqaruv asosida ishlaydi. Bu yelim miqdoridan aniq nazorat qilish va sirk sifatini yaxshilash imkonini beradi. Oldindan qizdirish valigi yangan po'lat trubkali bo'lib, issiqlikni bir tekis taqsimlaydi va materialni barqaror haroratda ushlab turadi. Liniyada intellektual boshqaruv tizimi o'rnatilgan, harorat, tezlik va bosim avtomatik tarzda nazorat qilinadi. Konstruksiyasi to'liq xavfsizlik qoplamasi bilan himoyalangan, operator uchun qulay va xavfsiz ish muhitini yaratadi. Bundan tashqari liniya energiya tejamkor rejimda ishlaydi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va barqaror samaradorlikni ta'minlaydi. SF280S gofra liniyasi bu yuqori sifatli gofra karton ishlab chiqarish uchun ishonchli, samarali va texnologik jihatdan mukammal yechimdir.